Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi hamda yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududiy inspeksiya mas'ullari Surxondaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan yirik tadbirkorlarning muammolarini aniqlash va bartaraf etish maqsadida ular bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyat va soliq imtiyozlarini yetkazish, shuningdek, ularning muammo va takliflarini o'rganish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi hamda yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo inspeksiya mas'ullari respublikamiz bo'ylab muntazam uchrashuvlar o'tkazib kelmoqda. Bunday uchrashuvlar ayniqsa yirik soliq to'lovchilar bilan uchrashuvlar mavjud muammolarimizni joyida bartaraf qilishga, rahbariyatga olib chiqishga, qaysidir ma'noda bir turtki bo'ladi degan umiddamiz. Biz bir necha viloyatlarda sizga o'xshagan yirik soliq to'lovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazdik. Juda ko'p takliflar bo'ldi. Deyarli viloyatlarni muammolari bir xil. Juda bir katta masalalar emas, lekin muammo bor. Biz mana shu muammolarni birgalikda bugun muhokama qilsak, endi asosan biz sizlarni eshitishimiz kerak bugun. Surxondaryo viloyatidagi navbatdagi uchrashuvda vohada faoliyat yuritayotgan yirik korxonalar vakillariga tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va amalda tatbiq etilayotgan soliq imtiyozlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Muloqot konstruktiv ruhda o'tdi. Unda soliq ma'muriyatchiligi, hisobotlarni taqdim etish va imtiyozlardan foydalanish bilan bog'liq qator masalalar muhokama qilindi. Agar sizda savollar bo'lsa, sizni kuratoriyasiga bog'lanib, muammoni hal qilishingiz mumkin. Uchrashuv jarayonida tadbirkorlarning murojaatlari tinglandi. Ayrim masalalar shu yerning o'zida hal etildi. Vaqt talab qiladigan murojaatlar bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi va ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Shuningdek, korxonalar uchun qulay biznes muhitini yaratish, ochiqlik va hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan yangi takliflar ham ilgari surildi. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dastur uchun.